Allo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Dildoraxon opa bilan bog'landikmi? Ha, Opajon salomatmisiz, yaxshimisiz? yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Avvalambor bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, taningizga sog'lik, qalbingizga esa xotirjamlik tilaymiz. O'zimni tanishtiraman, ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan tabriklar eshittirish loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Yashang, rahmat. Va ushbu loyiha boshlovchisi Mumtozbegim bilan g'oyibona suhbatdosh bo'lib turibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi. Bugun tavallud kunimiz uchun Xudoga shukr, yaxshi. Salomat bo'ling. Kun bo'yi mana shunday yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Ilohim yuzlarga yuzlashib yuring. Farzandlar, yaqinlar baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring. Ha, yashang, rahmat, ilohim hamma. Salomat bo'ling. Bugun bizning loyihamizga siz uchun albatta samimiy tilaklar, chiroyli tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Yaqinlaringiz tomonidan albatta. Nima deb o'ylaysiz? Bizga murojaat qilgan yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Dadamizmi endi, xo'jayinim? Yana kimdan kutasiz? Yoki singlimdir. Aha, ismlari nima ekan? Oygulxonmi? Aha, albatta, endi topdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'rishlari va hurmat qilishlarini aytib, barcha yaqinlaringiz nomlaridan, qolaversa jiyanlaringiz nomlaridan singlingiz Oygulxon opa murojaat qilgan ekanlar. Xursandmisiz opajonim? Xursandman, ilohim hamisha sog' salomat bo'lsin, bolalarini baxtiga, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin, salomat bo'ling, siz ham sog' bo'ling yaqinlar baxtiga. Birozgina qimmatli vaqtingizni olgan holda ruxsat bersangiz, ulardan kelgan chiroyli nomalarini sizga o'qib eshittiraman. Mayli, aytavering, eshitamiz. Rahmat. Tirgakdursiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa, yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni qiling ehtiyot, mening uchun bo'laksiz opa, qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman, vujudimda yuraksiz opa, sizsiz aniq tamom bo'laman, menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil, farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa, bir dona sizga yo'q timsol, menga juda keraksiz opa. Siz deb kechgum butun dunyodan, siz baxtimdan daraksiz opa, sizni yaxshi ko'raman chindan, menga juda keraksiz opa. Assalomu alaykum, barchamizga birdek mehribon, jon kuyar opajonim. Salomatmisiz, omonmisiz? Sizni bugungi muborak kuningiz, shukrona ayyomingiz bilan barchamiz birgalikda tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, ko'nglingizda, dilingizda nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, ilohim hammasiga erishib yuring. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Bunday quvonchli kunlaringizni hali yana ko'p yilligini yaqinlar davrasida birgalikda nishonlab yurishlik baxti nasib qilsin. Dunyo turguncha turing. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Buni o'zingizga har doim ham ayta olmasam-da, hamisha duolarimda siz. Allohim umringizni uzoq qilsin. Bizlarni deya qilgan mehnatlaringiz uchun o'z ajru savobini bersin. Baxtimga doimo sog' salomat bo'ling. Mana og'ir kunlarimda ham, quvonchli kunlarimda ham yonimda bo'ladigan, xabar oladigan beminnat opajonim siz. Boringizga shukr. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xonadoningizga fayz va baraka, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bunday quvonchli kunlaringizni ko'p yilligini yaqinlar bilan nishonlab yurishlik nasib qilsin. Inshaalloh Allohimning baytini borib ko'rishlik, aziz joylarni ziyorat qilishlik baxti ko'plar qatori sizga ham qayta borishlik baxti nasib qilsin. Poy qadamlaringiz katta haj safarlariga ham yetib borishligini Allohim nasibi ro'za aylasin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi singlingiz deya tabrik so'zlarini yakunlaganlar. Yashasin, ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Xo'jayini bilan hamisha bolalarini rohatini ko'rsin, hamisha sog' salomat bo'l.
bolalar ham oliy o'quv yurtlariga kirib ketsin ilohim. Ota-onam ham umrlari uzoqdan jani sog' bo'lsin ilohim. Bolalar ham uzoqdan, hammalar uzoq bo'lsin. Allohim o'z panohida asrasin. Hamma qandashlarimiz umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Ilohim, amin aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bugun faqat quvonch ko'z yoshlari albatta. Allohim rahmat sizlarga, umrlaringiz uzoqdan jonlaringiz sog' bo'lsin ilohim. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Bir-biringizga bo'lgan mehr oqibatingizga ko'z tegmasin ilohim. Bizni birozdan so'ng ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimiz orqali suhbatimizni qayta tinglashingiz mumkin. Siz uchun go'zal taronalar ham qoldirilgan albatta. Bo'pti, yashanglar, rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yaxshi o'tkazing ayyomlarni. Bo'pti, rahmat hammalaringga. Xo'p, salomat bo'ling.